Robbana atina fid dunya hasana. Parvardigor bizlarga dunyoda hasanat bergin, oxiratda ham hasanat bergin va o'zingni azobingdan saqlagin deganingizda biz deganda o'tib ketgan birodaringiz ham bo'ladi shular ichida. Duoni qarang. Robbana g'fir lana va li ikhwanina allazina sabaquna. Parvardigor biz gunohimizni mag'firat qilgin va bizdan burun iymon bilan o'tganlarni ham mag'firat qilgin. Sizdan burun necha ming yillardan beri qancha musulmon o'tgan bo'lsa, hammasini haqiga duo qilyapsiz. Qilmaganimiz bir kunda bir mahal qilamiz-da shu duoni. Qilmaganimiz. Har bittamiz avval o'tgan iymon bilan o'tgan kishilarni eslayapmiz. Demak, iymoniy birodarlik bu tirikligida bo'ladigan aloqa emas. Siz o'tib ketganingizda ham, siz bilan biz o'tib ketganimizdan keyin ham orqamizda qolgan musulmonlar xuddi shu duoni qiladi. Demak, bu aloqa uzilmaydi. Iymoniy aloqa, iymoniy birodarlikda boshqa bir aloqa bo'lmaydi. Bunday bir afzal aloqa. Mana shu narsani bolalarning qalbiga singdirishimiz